Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlarga yaxshi yangiligimiz bor. Yaxshi yangilik bu biz bahorda Avstraliyadagi universitet bilan shartnoma tuzdik. Avstraliyadagi universitet bilan shartnoma tuzib, bitta bolani уже probni o'tkazamiz. Ya'ni Avstraliyaga endi sizlarni o'qishga yuborishimiz mumkin. Ya'ni Avstraliyaga kirgizib berishimiz mumkin. Avstraliya shunaqa davlat, Yevropa, Koreya universitetlariga o'xshab qabul qiladi. U yerdagi universitetlar, ya'ni bahorga, kuzga qabul bo'ladi. Bahorga qabul uchun kuzda topshirish kerak. Kuzga o'qish uchun bahor topshirish kerak. 4-5-6 oygacha vaqt ketishi mumkin. Undan oldinroq chiqishi ham mumkin. Просто probni qilamiz hozir, shoshmasdan, akkuratni odamlarni bitta student o'tkazib ko'ramiz. Uni qabul qilishdi, xudo xolasa. Sentyabr, oktyabr dokumentini olib, ya'ni IELTS bor edi, ingliz tilidan ozgina tayyorlanganda, qolgan dokumentlarni hammasini olib, periodlar qilib yubordik, ko'rib chiqishdi. Kontraktni to'la olish anaqasini ko'rishdi, sharoitini, bank sho'tlar, boshqa narsalarni qildik, xuddi Yevropaga o'xshab. Keyin ko'rib chiqishgandan keyin qabul qilishdi. Liba hozir yangi yilgacha mana keyingi hafta bo'lishi mumkin yoki yanvar oylarida собеседование bo'ladi, ya'ni suhbat ingliz tilida bo'ladi. O'zini IELTS 6.6 o'shani urovenda 6.6 urovenda bo'ladi, xudo xolasa. Собеседование bo'lgandan keyin собеседованиеdan o'tganini fevralda ответini aytishadi. Keyin приглашение qilib уже erta bahorda fevral-martdagi уже o'qishga ketaversa bo'ladi. Bu magistraturaga bo'ldi, magistrga bo'ldi. Da, kontrakt Rossiyanikidan qimmatroq, естественно, chunki u мировой universitetga o'tdi. 5 ta katta universitetlar bor Avstraliyada, shu Sidneylarda ko'proq bitta bor. Yaxshi tarafi Avstraliya hozirgi kunda 3 ta, 4 ta dunyodagi topoviy davlatlarni, ya'ni yashash sharoiti topish yashash sharoiti bo'yicha top 3, top 4 ga har doim kirib turibdi. Shvetsariya yoki Germaniyadan uroviniga chiqib oldi Avstraliya. Avstraliya politik momentlarga qaramaydi. Shunisi yaxshi. Ya'ni matrikda, отдельный matrikda joylashgani uchun unaqa masalan Amerika mana shu davlatga qarshi bo'lib tam bir nimalarni sanksiya qilib qo'ydi, Yevropada bu mumkin emas, Koreyada bu mumkin, unaqa narsa yo'q Avstraliyada. Avstraliya отдельный davlat, отдельный hech kimga касающий matrikka bir-biriga tegib turadigan joyi yo'q, granitsalar o'zi bitta katta Avstraliya, все. Shu bilan o'zini отдельный davlati bilan o'zi bilan ovora. Birovlarga aralashib, normalniy studentlar boradi, normalniy o'qiydi, normalniy bitirishadi. U yerda ham baland topish davlat katta bo'lgani uchun hali u yerda perspektivasi juda ham ko'p. Shu sababdan perspektivasi ko'pligi uchun u yerda bizning odamlar ham kamroq boryapti, lekin sal kamroq hali. Ya'ni nima desa bo'ladi? Hali unaqa o'zbeklar ko'p bosib olib, hamma temalarni o'shib olishgan joyi yo'q. Bemalol borib o'qib, o'zingizlarning nishalarga o'sha yerga ishga kirib olsangiz bo'ladi yoki bitirib kelib O'zbekistonda kattaroq joylarda ishlaysangiz bo'ladi. Chunki ularda universitetlar top ming kirgan xalqaro diplomni beradi. Evrostandart xalqaro diplomni beradi. Bu hamma joyga o'tadi. И качество образования ham baland. O'sha yerda Angliyalardagi borib kontraktdan to'lamay unaqa narsa bo'lib qolmaydi, chunki Angliyada uровень pastroq. Доходность, chunki u yoqda уже migrantlar, boshqalar ko'payib ketgan. Avstraliyada doходность balandroq. Ya'ni kontraktni o'zi to'la olishi mumkin. Shuning uchun Avstraliyaga qiziqib turgan bo'lsanglar, IELTS bo'lsa yoki olmoqchi bo'lsanglar, ingliz tili sizlarga qiziqroq bo'lsa, o'sha davlatlarga borib o'qimoqchi bo'lsanglar, sharoit to'g'ri kelsa, birinchi o'rinda bemalol biz уже договор tuzdik bitta universitet bilan, bemalol sizlarga yordam bera olamiz. Xudo xolasa, vizalarning chiqishigacha hammasiga safarbarlik qilamiz birga.